ilovani o'rnatib olgandan so'ng ilovani ustiga xuddi shunaqa bosib turasizlar. Mana undovga bosasizlar. Keyin ko'rishingiz mumkin, bu yerda razрешить joy bor. Shu yerdan hamma narsani o'rta olib, mana zapretить turgan bo'ladi. Xuddi shu narsalarni hammasiga bunaqa razрешить qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda ilova to'liq ishga tushadi. Mana razрешить bo'ldi. Bu yerdan chiqamiz. Keyin mana разрешенные приложения hammasi mana уже разрешить bo'lib turibdi. Orqaga chiqamiz. И mana bu yerdan mana разрешить запрещенные настройкani bundoq разрешить qilasizlar и полный экран rejimini ham yoqib qo'yasizlar. Endi mana ilovaga kiradigan bo'lsak, ilovadan bitta daleni bosamiz, nashatni bosamiz. Hop, nastroyitda o'sha mana hammasiga to'g'ri o'qiganmiz. Ko'rishingiz mumkin, pastroqqa tushiramiz. Va bu yerdagi joylarni barchasini bundoq chap tarafdagi возвращайтсga bosib o'ramiz. Keyin mana orqaga qaytadi. Daley bosamiz, nashat qilamiz, yana nastroyitga o'tamiz deb, mana shu narsani yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bundoq bosamiz pichkaga. Hop. Mana shu narsa yongandan keyin, ya'ni telefoningizda buni yomon qanaqadir boshqacha ilova deb o'ylaydi, lekin unaqa zarari yo'q o'rtoqlar. Buni hech qanaqa shundoq to'g'rilaysizlar, bo'ldi. Mana mana shu yerda xuddi mana shunaqa yonib bo'lish kerak. Полный доступ berish kerak ilovaga. Mana полный доступ yongandan keyin bu xuddi shunaqa tarzda yonadi. Keyin bu yerdan mana kerakli ilovani tanlaysizlar. Mana plus misol uchun yoki Instagramda SMSlaringiz o'chib ketgan bo'lsa tiklash uchun, keyin daleni bosamiz. Hop, сохранение faylga bosamiz, разрешить qilamiz yana. Bo'ldi. И разрешитga bosamiz. И endi eng muhim joyi qaranglar o'rtoqlar. Mana shu yerdan haligi botdan yuklab olgan ilovalarni yoqib qo'yishingiz kerak. Ilovani ko'rinishini yaxshilab eslab olinglar. Mana remove it. Mana shuni yoqib qo'yamiz, o'sha yondi mana. Ko'rinishini eslab qolinglar. Men o'sha yoqib qo'ydim. Orqaga qaytaman. Orqaga qaytgandan keyin bo'ldi mana. O'tkazaman. И bu yerdan umniy rejimda turgan bo'ladi. Все, bo'ldi o'rtoqlar. Bizda mana ilova yonadi. Plusga o'tadigan bo'lsak, plusdan bu yerda barcha bundan keyingi kimdir agar ilovalarni, chatlarni o'chirib tashlasa, chatlar mana masjidga yig'ilib boradi o'rtoqlar. Hozir kimdir chatinglarni o'chirib yuboradi yoki qanaqadir fayllarni o'chirib yuborsa, bemalol mana shu ilovadan ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu ilovaga o'zi keladi. Как это работает bossanglar ham mana o'zi bu yerda ham batafsil ko'rsatib qo'ygan. Bosasizlar, ko'rsatib beradi. Xullas, bemalol foydalansanglar bo'ladi.